Ikkinchi oy. Chaqalog'ingiz 2 oylik bo'lganda yanada faolroq bo'la boshlaydi. Uning ilk tabassumlari katta yutuqdir. Bu davr ko'pincha ota-onalar uchun quvonchli bo'ladi, chunki chaqaloqlar o'z shaxsiyatini namoyon eta boshlaydi. Ovozingizga munosabat bildiradi va dunyoni yanada tiniqroq nigoh bilan o'rganadi. Xuddi 1 oylikdagi kabi har bir chaqaloq o'z sur'atida rivojlanadi. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar rivojlanish bosqichlariga kechroq yetishlari mumkin va bu normal holat. Farzandingiz rivojlanishidan xavotirda bo'lsangiz, doimo pediatringiz bilan maslahatlashing. Ikkinchi oydagi o'sish. Bu oyda aksariyat chaqaloqlar barqaror o'sishni davom ettiradi. O'rtacha ko'rsatkichlar quyidagicha: vazni 700-900 gramm, bo'y 2,5 sm, bosh aylanasi 1,25 sm. O'sish sur'atining tezlashuvi hali ham kuzatiladi va bu chaqaloqning bezovtalanishi, ko'proq ovqatlanishi yoki qisqa muddat uxlashiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi oydagi rivojlanish bosqichlari. Yirik motorika. Qorin bilan yotgan paytda ko'krak qafasini qisqa muddatga ko'taradi. O'tirgan holatda ushlab turilganda bosh tebranadi. Nozik motorika. Kunning deyarli yarmida qo'llar ochiq holatda turadi. Qisqa muddat shiqildoqni ushlab turishi mumkin. Qo'llarini bir-biriga yaqinlashtiradi. O'zini o'zi parvarish qilish. Ko'krak yoki shisha idishni ko'rganda og'zini ochadi. Muammolarni yechish. Parvarishlovchini taniydi, katta yoki keskin farqli buyumlarni kuzatadi. Ko'zga xavf tug'diradigan narsalarga qarshi ko'zlarini yumadi. Ijtimoiy hissiy. Javob tariqasida tabassum qiladi, muloqotdan zavq oladi. Tanish ovozlarga munosabat bildiradi. Qabul qilish qobiliyati. Tovush va ovozlarga e'tibor beradi. Boshini shovqin chiqayotgan tomonga buradi. Ifodalash qobiliyati. G'uvillaydi, unliga o'xshash tovushlar chiqaradi. Tabassum qilishni boshlaydi. Chaqalog'ingiz nimalarni tushunadi, ko'radi va eshitadi? Tushunadi, ota-onani yuzini, ovozini va kundalik tartibini tanib olishni boshlash. Ko'radi, diqqat va kuzatuvchanlik yaxshilangan. Yuzlar va rang-barang kuzata oladi. Eshitadi, ota-onaning ovozini farqlay oladi. Allalarni va yoqimli musiqani yaxshi ko'radi. Ikkinchi oydagi uyqu. Jami uyqu kuniga 14-17 soat, kunduzgi 3-4 marta mizg'ish. Kechasi ayrim chaqaloqlar uzoqroq uxlay boshlaydi, lekin har 3-4 soatda uyg'onish hali ham odatiy hol. Uyqu sikllari rivojlanmoqda. Chaqaloqlar kunduzi tetikroq, kechasi esa uyquchanroq bo'lishi mumkin. Siz rivojlanishni qanday qo'llab-quvvatlashingiz mumkin? Chaqalog'ingiz ovoz chiqarganda unga tabassum qilib, guvillab javob qaytaring. Bu erta muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Eshitish qobiliyatini o'stirish uchun yoqimli musiqa qo'ying yoki shaqildoqlardan foydalaning. Ko'rish qobiliyatini rag'batlantirish uchun yorqin rangli o'yinchoqlar bering. Bo'yin, yelka va qo'l mushaklarini mustahkamlash uchun qorin bilan yotish mashqlarini qisqa nazorat ostidagi davom ettiring. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar 2 oylik chaqalog'ingiz baland tovush yoki ovozlarga munosabat bildirmasa, kamdan kam jilmaysa yoki muloqotga qiziqish ko'rsatmasa, g'ayritabiiy darajada qattiq yoki bo'shang bo'lsa, qorni bilan yotganda boshini qisqa muddatga ham ko'tara olmasa. Xulosa: 2 oyligida chaqalog'ingiz tabassum, g'o'ldirash va ko'z oralig'i dunyo bilan aloqa o'rnatishni o'rganmoqda. Har bir o'yinli muloqot uning hissiy va aqliy rivojlanishi uchun asos yaratishga yordam beradi. Shuning uchun farzandingiz bilan gaplashishni, erkalashni va jilmayishni davom ettiring.